Kunlarning isib ketishi natijasida o'smir yoshlar o'rtasida cho'milishga bo'lgan ishtiyoq keskin ortib ketishi tabiiy. Bunday sharoitda taqiqlangan hududlarda cho'milish ko'ngilsiz holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Ana shundan kelib chiqqan holda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda uning shahar va tuman bo'limlari xodimlari tomonidan hududlardan oqib o'tuvchi Farg'ona kanali chetlari va taqiqlangan joylarda cho'milishlarning oldini olish bo'yicha mahalla oqsoqollari, faollari hamda ota-onalar ishtirokida profilaktik targ'ibot tadbiri olib borilmoqda. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2024-yilda taqiqlangan hududlarda cho'milish bilan bog'liq bolalar va kattalar o'rtasida bir qator noxush holatlar sodir etilgan. Shu bois fuqarolarga faqatgina ruxsat etilgan sanitariya talablariga javob beradigan va nazoratga olingan suzish havzalarida cho'milishlari tavsiya etilmoqda. Yoz mavsumining kirib kelishi va kunlarning keskin isib ketishi natijasida cho'milishga bo'lgan ehtiyoj ortishi nafaqat farzandlarimiz va biz kattalarni ham belgilangan joyda cho'milishimiz tavsiya etiladi. Shuni yodda tuting. Baxtsiz hodisalarni yuz bermasligi uchun avvalambor cho'milish qoidalariga qat'iy rioya qilishimiz lozim. Buning uchun biz birinchi navbat ob-havo quyoshli va shamol bo'lmagan paytda, havo harorati issiq bo'lgan paytda cho'milishimiz tavsiya etiladi. Qorin och bo'lganda, spirtli ichimliklar ichilganda, chanqaganda, yaqin bemorlikdan turganda, yolg'iz bo'lganda va oftob urish hollarida cho'milish maqsadga muvofiq emas. Shuningdek, taqiqlangan joylarda cho'milishimiz, karter va qayiqlarga yaqin suzib borish, yosh bolalarni suvda qarovsiz qoldirish, chegaralangan belgilardan tashqariga chiqish, ko'prik va damma kemalarda suvga sakrash, notanish joylarga sho'ng'ish qat'iyan taqiqlanadi. Aziz vatandoshlar, yaqinlaringiz va o'zingiz hayotini xavfga qo'ymang. Viloyat bo'yicha cho'milish bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlarning oldini olish yuzasidan mutaxassislar tomonidan kanallar qirg'oqlariga, barchaga ko'rinarli joylarga cho'milish taqiqlanishi haqidagi ogohlikka choluvchi eslatmalar yozilmoqda.